Şu muzikani men o'rnatib olganimdan keyin bana muzikani o'chirib bering deyapman. Xizmatni o'chirmoqchimisiz umuman? Ha, o'chiring deyapman. Hop. Mendan akutgan pulni ham qaytarib bering deyapman. Nimaga endi? Qaytarib berdim. Kim qaytarib beradi? Bana musiqaga pulni oldi-ku. Yo'q, uni qaytarib bo'ladi. O bo'lgansiz musiqani. Endi uni pulni qaytarmaymiz biz. Yo'q, men sizga qaytarib beryapman musiqangizni. Bunda qaytarib bermang. Ha. Kerak emas musiqangiz. Yo'q, bitib sotib endi olmaslik nimasi bu? Nima ishlating, sotib oldingizmi? Magazinga borib kiyim olsangiz, shu pulni berganingizdan keyin qaytarib olib ketasiz, siz ham olishmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa bizga ham xizmat kerak. Bo'ldi, siz sotib olgansiz. Yo'q, qarang. Men bo'lsa, hech bo'lmasa bir 20 sentini qaytarib beringizlar. Yo'q, biz qaytarmaymiz pulni. Bo'li xizmatni sotib bo'lgan. Agar o'chirmoqchi bo'lsa, o'chiring, lekin pul qaytarilmaydi. Men sizga o'chirish kodini yuboraman, musiqa ham quyib ketadi. Savolingiz bormi yana? Yana banag'i 48 sent debdi. Hop. Ana shu 48 sent olmay 78 sent akutib qoldi. Xudoga tavba qildim. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent bordi, 2 sentim qoldi. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent. 80 sent bor edi. Yoqtirish 20 sent, abonentskiy 3 sent bo'lsa, 80 sentingizdan 23 sent ayirib tashlaysiz. Yo'q, bu bachchani, baynağı shu gapni baynağı bachcham aytdi menga. Bitta bachcha bor ekan qoldingizda. Hop. Shu bachcham aytdi. Hop. Shuni o'chirgandan keyin pulim qo'ydi. Tariflaringiz gazdan yechilgan. 48 sent musiqaga, 20 sent yoqtirish, 3 sent abonentga. Xohlasangiz ishlating, agar xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Sizga kodini yubordim. Bundan ortiq savolingiz yo'qmi? Yo'q, men hozir moldaman. Shu bepul sabshinam ham yo'q. Shuna hech bo'lmasa bir 20 sent telib jaring. Yo'q, endi biz sizga o'zimiz pul tushirib bera olmaymiz shu sizga. Kompaniyada unaqa yo'q. Qaysi biri? Nasiyaga shuni kesib olasiz Nasiyaga? Ha, bir kun tushirgan paytim kesib olasiz shu 20 sent. Qachon tushirasiz? Meni moldan qaytib boraman hali tovdan uyga. Qachon borasiz uyga? Uzoqni 3 kunlarda boraman men uyga. Qachon keldingiz o'zi o'tga? Molg'ami? Ha, molg'a. Ha, shu qachon? Bir 2 soatda bo'ldi. Endi keldingizmi? Ha. Shu